La Cafe. Bu kafe va restoranlar uchun mo'ljallangan platforma bo'lib, buyurtma qabul qilishdan tortib yetkazib berishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni avtomatlashtirishga yordam beradi. Restoranlar, call-center, veb-sayt, Telegram bot va mobil ilovalar orqali buyurtmani qabul qilishlari mumkin. Panelning chap tomonida barcha bo'limlar mavjud. Men esa eng asosiylarini sanab o'taman. Birinchisi, qo'ng'iroqlar. Bu yerda operatorlar mijoz bilan telefon orqali buyurtmalarni qabul qilishlari mumkin. Kerakli ma'lumotlar to'ldirib boriladi va buyurtma rasmiylashtiriladi. Keyingi bo'lim sotuvlar bo'limi. Bu yerda barcha buyurtmalar holat bo'yicha ko'rinadi. Ya'ni onlayn buyurtmalar, keyinroqqa berilgan buyurtmalar, ochiq buyurtmalar, qabul qilingan buyurtmalar, tayyorlanayotgan buyurtmalar, tayyor buyurtmalar va chiqib ketgan buyurtmalar. Restoran xodimlari bu bo'lim orqali buyurtmalarni butunlay nazorat qilishlari mumkin. Yetkazmalar bo'limi. Millennium, Yandex va Nur kabi xizmatlar bilan integratsiyalar mavjud. Tayyor bo'lgan buyurtmalar shu bo'limdan biror bir kuryer xizmatiga, Yandex, Millennium yoki Nurga topshiriladi va mijozga yetkazib beriladi. Bundan tashqari CRM, ya'ni mijozlar bazasi mavjud. Mobil ilova, Telegram yoki Telegram bot yoki veb-sayt orqali buyurtma bergan barcha mijozlar ma'lumotlar avtomatik ravishda saqlab boriladi. Misol uchun ushbu mijoz. Bu yerda mijozning barcha buyurtmalari, manzillari, keshbeklari va bundan tashqari boshqa ma'lumotlar yig'ilib boriladi. Bu restoran uchun ham mijoz uchun ham juda ham foydali. Shuningdek, hisobotlar bo'limi bor, ya'ni bizda RFM tahlillar mavjud. RFM tahlillar asosida sodiq mijozlar, yangi mijozlar, faol bo'lmagan va boshqa filtrlar bo'yicha segmentatsiya qilib, mijozlarga qayta sotuvlarni amalga oshirish mavjud. Shunchaki bu yerdan RFM hisobotlarini tanlang, kerakli ma'lumotlarni to'ldiring va yaratish tugmasini bosing. Bundan tashqari bizda eng muhim bo'lgan marketing bo'limi mavjud. Bu yerda mijozlarni faollik va sodiqlik darajasiga ko'ra segmentlab, takroriy sotuvlarni amalga oshirishga yordam beradi. Restoran mijozlarga SMS, Telegram orqali postlar yuborishi, xabarlar yuborishi, shuningdek, mobil ilova orqali mijozlarga push xabarnomalar yuborish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, promokodlar bor. Mijozlar, ya'ni restoranlar mijozlarga turli xil skidkalar, promokodlar yoki aksiyalar yaratib, ularni foydalanishga, ya'ni mijozlar foydalanishga topshirishlari mumkin. Bundan tashqari keshbeklar, mijozlar yana va yana qayta bergan buyurtmalaridan mijozlarga keshbek qaytariladi va keshbeklar keyinchalik yana buyurtma berilganda foydalanishlari mumkin.